Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Xudo xolasa kirmashini tutunib ketmakka keldik. Hozir sizlarga yetecekmi? Bunda kirmashini tutunib ketecek vaqtida mana 4 tane bolti bor. Shu 4 tane boltni olasiz. Bundan kirmashinni o'zini bilasizlar. Rezinka qo'yib berasizlar. Soska deb aytiladi. Soskani berib qo'yib taqlab berasizlar. Endi rezinkasini ham qo'yib soska qo'ysangiz is ko'k chiqmaydi bana. Keyin 15lik bo'lsa perxod qo'yib berasizlar. Perxod qo'ygan hisobına kirmashinni 20lik bo'ladi. Shu o'zi to'g'ri keladi shunda. Şu kirmashinni rezosi bo'ladi 20lik yana. Точно beraber bo'lib cho'tka bo'lib. Shu uchun shuni kirmashinni tutanib ketgan vaqtida perxod обязательно kezalang soat kesangizlar 15 qo'yib bergan bo'lsa sizlar 20lik etib tutanib ketib qo'yib beraverasizlar. Keyin bir yeri bor, buni ochgandan keyin bu quloqni endi bir quloqni kesishga to'g'ri keladi buni. Shu bilan suv ochiladi. Bu damakandan qo'yib ketganlar ekanlar. Kafechik ustalar. Shuni bitib Allohning iloji boricha ishingizni qoldirmanglar ustalara. Iloji boricha sal mindirak qilinglar. Ya bo'lmasa kranikni chiqarib 90 bilan taza tushirib qo'ysangizlar, bu egalaridan udobniy bo'ladi. Hozir bu endi ne ochib bo'ladi, ne yilib bo'ladi. Shuni endi biron tarafi quloqni sindirib, biron tarafini ochib biladi, variant aytilinadi shunday endi. Shu bilan qoldi. Boshqa ish etib bo'lmaydi buni. Xolasa, tinglashib tutmasina. Shunday bo'ladi endi. Bir bolt kaldığında yoğalasayına az kaldı. Bunu açtık. Görüyorsan, şimdi motorları hem mezeniki. Bu motorun şarttıradığını yeri. Tak. Tanıdık. İşini gördüysem, şu için bir tane rezinkası olsa soska bo'lsa cho'tki bo'ladi. Xudo xolasa hozir buni bitirib turib, keyin uyda tashlab beraman, ishlatib ketaman. Xudo xolasa.